Qishloqdagi kichkina uyda ikki opa-singil yashar edi. Katta opa Saida mas'uliyatli, xotirjam va sabrli qiz edi. U oilasiga tayanch bo'lishga harakat qilardi. Hamma narsani o'ychan va vazminlik bilan qilardi. Kichik opa Madina butunlay boshqacha tabiatga ega edi. Uning ko'zlari doimo orzular bilan yonardi va qalbi his-tuyg'ularga osongina berilib ketardi. Opa-singillar bir-birlarini juda yaxshi ko'rishardi. Ular bolaligidan birga ulg'ayishgan, sirlari va orzularini baham ko'rishgan. Bir kuni Saida turmushga chiqdi. Uning eri Jasur ismli yigit edi. Jasur ko'p gapirmaydigan, lekin odamlar uni osongina yoqtiradigan yigit edi. To'ydan keyin Saida baxtli ko'rinishni boshladi. Madina singlisining baxtidan xursand edi. Ammo vaqt o'tishi bilan hamma narsa asta-sekin o'zgara boshladi. Bir kuni Madina singlisini ko'rish uchun ularning uyiga bordi. Saida ish bilan band edi. Jasur esa hovlida biror narsani ta'mirlayotgan edi. Madina uni birinchi marta uzoq vaqt kuzatdi. Jasurning xotirjamligi, sukut saqlashi, gapirgan sokin ovozi bularning barchasi Madinani hayratda qoldirdi. Charchamadingizmi? Dedi Madina soddagina. Yo'q, hali qilinadigan ishlar ko'p, deb javob berdi Jasur. Bu oddiy suhbat Madinaning qalbida tushunarsiz tuyg'u uyg'otdi. Keyingi haftalarda Madina singlisini tez-tez ko'ra boshladi. Avvaliga bu oddiy tashriflar edi, lekin u Jasurni har safar ko'rganida yuragi tez urardi. U bu tuyg'uni o'zidan yashirishga harakat qildi. Bu noto'g'ri, dedi u o'ziga. Lekin ba'zida inson qalbi aqlga quloq solmaydi. Bir kuni Saida shaharga ish bilan ketdi. Uyda faqat Madina va Jasur qoldi. Avvaliga ular jim o'tirishdi. Keyin oddiy suhbatlar boshlandi. Saida siz haqingizda ko'p gapiradi, dedi Jasur. Yaxshi narsalarmi? Albatta, u sizni juda yaxshi ko'radi. Bu gap Madinaning qalbini qattiq og'ritdi. Chunki bu vaqtga kelib u o'z his-tuyg'ularidan qo'rqishni boshlagan edi. Vaqt o'tdi. Bir kuni ularning suhbati uzoq davom etdi. Sukutda ikkalasi ham bir narsani tushunishdi. Bu yo'l noto'g'ri yo'l edi, lekin ular unga qadam qo'yishgan edi. O'sha kundan keyin Madina o'zini boshqacha his qila boshladi. Endi u singlisining ko'ziga to'g'ri qarashga qiynaldi. Bir necha oydan keyin Saida ham o'zgarishni seza boshladi. Uning ko'zlari singlisiga boshqacha qaray boshladi. Bir kuni u to'satdan so'radi. Madina, agar sendan bir narsa so'rasam, rostini aytasanmi? Madina jim qoldi. Jasurni sevmadingmi? Bu savol havoni muzlatib qo'ydi. Madinaning ko'zlaridan yosh oqdi. Bu javob edi. Opaning yuragi. Saida uzoq vaqt jim qoldi. Keyin u past ovozda dedi. Men senga ishongan edim. Bu so'zlar Madinaning yuragiga xanjardek sanchildi. Saida yig'lamadi. U faqat shunday dedi. Eng yomoni xiyonat dushmandan emas, balki unga yaqin odamdan kelganida. Ko'p o'tmay Jasur ham ketdi. U ikkalasining ham sababchisi bo'lishni xohlamadi. Saida uning uyidan chiqib ketdi. Madina qoldi. Lekin endi uning hech narsasi yo'q edi. Singlisi ham yo'q edi. Sevgi ham yo'q edi. Oila ham yo'q edi. Faqat sukunat. Kunlar o'tdi. Madina bir narsani angladi. Ba'zan inson sevgi deb o'ylagan narsa aslida obsessiyadir. Haqiqiy sevgi hech qachon boshqa birovning baxtini yo'q qilish bilan qurilmaydi. Madina buni juda kech angladi. Endi u faqat pushaymonlik qoldi va yolg'izlik.